Mana biza SSS'ga haqqi ko'zlarni tugatdi. Endi BBB revision ketdi misollariga o'tsak. Mana birinchi savolda aytyapti. Identify by indicating the relevant box in the table below whether each of the following statements is true or false. Yani quyidagi gaplar to'g'rimi noto'g'rimi shuni topishimiz kerak. Birinchi statement payables represent money the business owes. Ya'ni biznesda qarzlarni ko'rsatadi deyapti. Payables ya'ni bu to'g'ri va bu liability bo'ladi. Liability. İkinci statementda payables are an asset deyapti. Noto'g'ri. Chunki o'zi ham liability ham asset bo'lolmaydi bitta account. Va uchinchi gapda receivables represent money owed to the business. Owed to the business ya'ni bizaga bo'lgan qarzlarni, ya'ni biz olishimiz kutilayotgan summalarni ko'rsatardi. Yani receivables. Shuning uchun bu to'g'ri bo'ladi va bu current asset bo'ladi. Bu asset. Mana endi keyingi ikkinchi savolga o'tsak. Savolda aytyapti, mana Banting kompaniyasini receivable 400 ming dollar ekan. 31 dekabr 2002 yil holatiga ko'ra va 50 ming brought forward from year ended 31 December 2001 deyapti. Ya'ni bu o'tgan yildan o'tgan, ya'ni opening allowance deb beryapti buni. Ya'ni mana opening allowance bizda 50 ming bo'lyapti. 50 ming. It was decided to write off irrecoverable debt totaling 38,000. Yani 38,000 irrecoverable debt bo'libdi. The allowance for receivable was to be adjusted to the equivalent of 10% of receivables. Yani receivable 10% ekan. Yani closing allowance topamiz. Shu closing allowance shu gross trade receivable 10% ni olamiz. Hali topilmagan. Yani trade receivable 400 ming. 400 ming. Bizda irrecoverable debt bor. Yani irrecoverable debt 38 ming. 38 ming. Shuni ayirib olsak, bizda gross trade receivable kelib chiqadi. 400 mingdan 38 mingdan ayirsak 362 ming bo'ladi. 362 ming. Va shu 362 mingdan 10% hisoblaymiz. Allowance topish uchun. 10% hisoblasak, bizda 36,200 bo'ladi. 36,200 bu allowance. Shu closing allowance bizda 36,200 bo'ladi. Buni hozircha shu va bizda nima so'rayapti? What charge for receivable expense should appear in Banting company statement of profit or loss for the year ended 31st December 2002. Ya'ni yil oxiriga P&L ketadigan charge so'rayapti. P&L ga mana uning uchun ikkita C account ochib olishimiz kerak. Irrecoverable debt bilan allowance. Allowance o'zi to'g'ri bormasdi, ya'ni uni movementini olib borardik P&L ga. Allowance o'zi faqat SFP ga ta'sir ko'rsatardi. Irrecoverable o'zi expense account, bu P&L ga ta'sir qiladi. Mana nima bo'ladi? Mana irrecoverable debtda biz mana 38 ming kiritamiz, ya'ni write off qilgan. Ya'ni expense 38 ming. Va allowance mana bizda opening 50 ming edi, closing 36,200 bo'ldi. Bizda difference 13,800 bu kamaydi. 50 mingdan 36 mingga kamaydi. Decrease bo'ladi. Decrease bo'lsa, allowance da debit deb yoziladi. Ya'ni allowance o'zi credit account edi. Debit da kamaytiriladi. Ya'ni decrease 13,800 bo'ladi. Decrease. Va bu irrecoverable deb kredit tarafga yoziladi. 13,800 allowancedan keldi bu. Allowance. Ya'ni kamaytirdi. Chunki allowance'imiz kamaydi, bu xarajatni ham kamaytiradi. Endi P&L ga qancha ketadi? Mana balans qilib qo'yardik. Agar balans qilib ikkala tarafga 38 ming deb oladigan bo'lsak, 38 ming deb oladigan bo'lsak, qancha etmayapti? 38 mingdan 13,800 ga ayirsak, bizda 24,400 kelib chiqadi. 24,200 bo'lar ekan. 24,200 bo'ladi va bu P&L ketadigan charge bo'ladi. O'shanda bizda option 4 to'g'ri bo'ladi. Mana endi keyingi 3-savolga o'tsak, 3-savolda aytyapti, 1-iyul 2002-yil holatiga ko'ra Q kompaniyasini allowance 18 ming ekan. Ya'ni bu opening allowance yoki closing allowance mi? Savol oxiriga qarasak 30-iyul 2003-yil. Ya'ni bu 1-iyul
2002 bu opening bo'ladi. Ya'ni yil boshini beryapti. Opening allowance bizda 18.000 ekan. 18.000 va during the year ended 30th June 2003 irrecoverable debt totaling 14,600. Yani 14.600 irrecoverable debt yozilibdi. Ya'ni irrecoverable debt 14.600 va receivable allowance 16.000 qilib belgilanishi kerak ekan yil oxiriga. Ya'ni closing allowance bo'ladi bu. Closing allowance 16.000 ekan. 16.000. Va bizdan so'radi, what amount should appear in Q statement of profit or loss for the receivable expense for the year ended 30th June 2003. Ya'ni yil oxiriga expense P&L ketadigan expense qancha receivable ga deyapti. Mana irrecoverable debt. Xuddi shu formula bir xil ishlaydi. Irrecoverable debt, allowance. Mana irrecoverable debtni 14.600 write off qilgan, xarajat oshdi va allowance movementini olib boramiz. Ya'ni qanchaga o'sdi yoki kamaydi. 18.000 dan 16.000 ga tushdi, ya'ni 2.000 ga kamaydi. 2.000 decrease bo'ldi. Decrease. 2.000 kamaysa bu debit yoziladi. 2.000 decrease va bu irrecoverable debtni kredit tarafi yoziladi, ya'ni kamaytiradi, xarajatni kamaytiradi. Allowance. O'shanda 14.600 bo'ladi. Bu yerda penalty charge 12.600 bo'ladi. O'shanda to'g'ri javob option A bo'ladi. Oddiy har doim shu birinchi, masalan, T account bilan tushunish qiyin bo'lsa, mana o'zi nima bo'ldi? Irrecoverable debt bu expense, mana expense P&L ketadigan. Irrecoverable debt summasi yoziladi va movement of allowance. Yo qo'shiladi yoki ayriladi. Qachon qo'shiladi? Agar increase bo'lsa qo'shiladi, decrease bo'lsa kamaytiriladi. O'shanda bizga o'sha net effect yoki net charge for P&L shu kelib chiqadi. Agar T account bilan mana tushunish qiyin bo'lsa, mana oddiy proforma mana shunaqa bo'ladi. Irrecoverable deb olinadi va allowance movement hisoblanadi. Mana endi keyingi 4-savolga o'tsak. Mana 4-savolda ham o'xshash misol. 30-sentyabr 2002-yilga tester allowance 38.000 ekan. Ya'ni bu yerda ham bizga opening allowance berilyapti. Opening allowance 38.000. 5%. Ya'ni shu paytda o'sha 5% anaqani tashkil qilgan ekan receivable va 30-sentyabr 2003-yil, ya'ni bu yil oxiriga deb beryapti. Receivable bizda trade receivable 868.500 ekan. Yil oxiriga. Va 28.500 write off qilinishi kerak ekan. Ya'ni irrecoverable qilib, ya'ni irrecoverable debt 28.500. Shunda biz mana shundan sirasi gross trade receivable topib borsak bo'ladi. IRC 840.000 kelib chiqadi rovni. 840.000. Bizda gross trade receivable bo'ldi va allowance for receivable required was to be equivalent of 5% of receivable. Ya'ni mana shuni 5% ni hisoblaymiz. 5%. 5% ni hisoblasak, 840.000 ni 5% 42.000 bo'lar ekan. Bu allowance. Ya'ni biz closing allowance topdik, yo'qmi? Closing allowance 42.000. Ya'ni biz so'rayapti, what should be the charge in statement of profit or loss for the year ended 30 September 2003 for receivable expense. Ya'ni mana bizda ham xuddi yana shunaqa formula bo'ladi. Irrecoverable debt va mana bu yerda allowance. Irrecoverable debtimiz 28.500 P&L
charge deb qo'yamiz. Allowance nima bo'lgan? 38 mingdan 42 mingga oshyapti. Ya'ni increase bo'ladi. Increase 4 mingga. 4 ming. Ya'ni 4 ming qo'shamiz. Mana bitta increase deb yozib qo'yamiz. Increase o'shancha qo'shdik va total bizada 28 mingga 28500 ga 4 mingni qo'shsak, bizada 32500 kelib chiqadi. Ya'ni to'g'ri javob bizada 32500. Bu yerda option yo'q, o'zimiz yozishimiz kerak. Mana endi keyingi 5-savolga o'tamiz. Bizga sugar mas'uliyat cheklangan jamiyati berilgan ekan. 1-iyul 2003 deb beryapti. Demak, bu yillar boshi bo'ladi, chunki mana 30-iyul 2004 turibdi. Ya'ni yillar boshiga, ya'ni opening allowance bizada 83 ming ekan. 83 ming va yil davomida irrecoverable debt 146 ming write off qilinibdi, ya'ni xarajatga yozilibdi. Va 30-iyul 2004-yil holatiga allowance 218 ming ekan. Ya'ni bu bizada closing allowance beryapti. Ya'ni closing allowance bizada 218 ming ekan. Xo'sh, endi bizada so'rayotgan narsa what amount should appear in the company statement of profit or loss for the year ended 30 June 2004 for receivable expense. Ya'ni bizga expense so'rayapti, P&L ketadigan charge. Shuni 83 mingdan 218 mingga bu oshyapti. Differensini olsak 135 ming bo'ladi. 135 ming increase bo'lyapti. Increase. Bu irrecoverable debga qo'shishimiz kerak. Xo'sh, allowance. Xo'sh, increase. Shunda 135 mingni qo'shib qo'yamiz. Shunda bizda total charge for P&L 146 mingga 135 mingni qo'shamiz. 281 ming bo'ladi. Mana. Shunda to'g'ri javob bizda option 3 bo'ladi. Endi keyingi 6-savolga o'tsak, 6-savolda Pepper Company has received cash for debt that was previously written off as irrecoverable. Ya'ni shu Pepper kompaniyasi shu irrecoverable deb yozib qo'ygan shu bad debtini opti, ya'ni shu unexpected payment deb o'tdik o'sha leksiyada. So'rayotgan narsa which of the following is the correct double entry to record the cash received. Ya'ni shu olingan pulni qanaqa provodga berishimiz kerak bunga? Debitda cash, ya'ni debit, ya'ni cash bu normal debit account, aktiv. Debitda cash yozamiz va kreditda shu reversal entry qilib qo'yadi, ya'ni debitda shu irrecoverable debt va expense oshiruvdi, o'shani qaytarib qo'yamiz. Kreditga shu irrecoverable debt qilib qo'yamiz. Shunda bizda option 2 to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi 7-savolga o'tsak, 7-savolda ham yana faqat P&L emas, bizda endi SFP, Statement of Financial Position-ni ham topishimiz kerak. Endi nimalar berilgan? Xo'sh, mana 31 dekabr 2004-yil holatiga ko'ra Whistle receivable, mana trade receivable 864 ming ekan. Xo'sh, va allowance, ya'ni yil boshiga bo'lyapti bu, opening allowance bo'lyapti. Ya'ni opening allowance 48 ming ekan. 48 ming va irrecoverable debt write off qilinibdi. Irrecoverable debt 13 ming ekan. 13 ming yozib qo'yilibdi. Xarajat qilib. Va closing allowance 5% ni olish kerak ekan trade receivable. Uning uchun biz mana trade receivable bilan irrecoverable deb ayirtashimiz va gross, ya'ni grossni topamiz. 864 dan 13 ayirsak 851 bo'ladi. 851 bizda gross trade receivable bo'ladi. Gross trade receivable va bizda closing allowance topishimiz mumkin endi. Closing allowance mana shu 851 ni 5% ni olamiz. Xo'sh, 5% ni hisoblasak, bizda 42550 kelib chiqadi. 550. Endi 48 mingdan 42 mingga tushyapti, ya'ni bu decrease bo'lyapti. Decrease.
5450 ga 5450 kamayyapti. Va bizada what amount should appear in the statement of financial position for trade receivables after deducting the allowance deyapti. Mana buni ham hisobga olib qo'yish kerak. And statement of profit or loss for receivable expense. Birinchi expense topadigan bo'lsak, irrecoverable debt bunga shu movement qo'shamiz. Allowance movement. Irrecoverable debtimiz 13000 va movement. Bizda movement kamaydi. Ya'ni 5450 ayiramiz. O'shanda bizda P&L ga 7550 bo'ladi. Charge. Endi SFP ketadigan. Mana biz gross topdik. Mana shu grossdan closing allowance ayirsak, ya'ni shu closing allowance 42550 ayirsak bizda net kelib chiqadi. Net trade receivable. 850 1000 dan 42550 ni ayirsak bizda 88450 kelib chiqadi. 88450. Ya'ni biz mana trade receivable dan birinchi ayirardik. Irrecoverable debt ayiramiz va bizda gross kelib chiqadi. Grossdan allowance, ya'ni shu closing allowance ayiramiz. Closing allowance bizda va net trade receivable kelib chiqadi. Ya'ni shu SFP ga ketadigan net trade receivable. Mana biz irrecoverable ayirdik va closing allowance ayirdik. O'shanda bizda 88450. Option 2 to'g'ri bo'ladi.